Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Habibulloh Web. Xo'p, bugungi darsimizda sizlar bilan juda ham muhim patternda gaplashib o'tamiz, ya'ni strategiya pattern. Bu strategiya pattern nimadan dalolat beradi bizga? Ya'ni kursimiz o'z nihoyasiga yetayotganligidan dalolat beradi. Ya'ni kursimiz yakunlanmoqda do'stlar va bu bir tomondan biz uchun, sizlar uchun, biz uchun yaxshi, bir tomondan yaxshi emas, baribir biz yanada kengroq o'rganishimiz kerak edi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. To'g'ri, bu yerda yana patternlar bor, qolib ketdi bu patternlar, lekin hamma patternni 27 ta patternni bilaman. 27 ta patternni bilamanmi? Shunaqa atrofida ularni tushuntirgunimcha oho bo'lib ketadi. Uchun eng muhimlarini sizlarga tushuntirib qo'yaman. Navoda tashqaridan ovoz eshitilayotgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar do'stlar, yaxshi. Agar eshitmayotgan bo'lsa, yaxshi. Eshitayotgan bo'lsa ham uni olmasdan asosiy fonni menga berishinglar, asosiy fokusni menga qaratishinglarni xohlab qo'ygan bo'lardim. Va darsiga ko'ngilsizliklar uchun oldindan uzr so'rayman boshida. Ya'ni nimadan sizlarga yoqmaydigan ovozda kelib qolgan bo'lsa, endi to'g'ri tushunasizlar. Ya'ni baribir bu yoqda shunaqa anaqa bo'lib qoladi. Ya'ni bolalar bor, ya'ni yosh bolalar shunaqa bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, endi keling, buni sababini tushunib oldinglar. Bu yoqda kelinglar, endi aniq qilamiz. Bu yerda boshlaymiz. Strategiya pattern TypeScriptda chuqur tushuntirish foydalari va kod bosqichma-bosqichda yozamiz. Xo'p, yaxshi, ya'ni strategiya pattern bu behavior, ya'ni xulq atvor patternlarining yaqqol ko'rinishi desa ham bo'ladi. Obyektlarga emas, ya'ni alohida strategiyalarga ajratib, ularni kontekstga, dinamik tarzga yuborish tamoyili hisoblanadi. Masalan, nima deyishimiz mumkin? Misol uchun, to'lov usullari. Mana. To'lov usullari, saralash algoritmlari, yana nimalar misol bo'ladi? Yana biz nima desang bo'ladi yoki formatlash bilan shug'ullanadigan, ya'ni formatlash bilan shug'ullanadigan amallar deymiz. Mana shug'ullanadigan Xo'p, shug'ullanadigan amallar hisoblanar ekan. Misol kelinglar bularga. Misollar deymiz. Nimalarda foydalanilgan? Strategiya pattern shunchalik kerakligidan qaysi saytlarda foydalanilgan? Keling, shularni ko'rib chiqamiz. Sodda misollar, lekin ishlaydigan misol. Ya'ni payment processor da ishlatiladi. Ya'ni paymentlarni, to'lov tizimlarini asosiy tamoyillaridan hisoblanadi bu. Turli to'lov strategiyalaridan. Misol uchun, turli to'lov strategiyalari nima degani? Shuni yozib qo'yaylik. Turli to'lov strategiyalari deb yozib qo'yamiz. Turli to'lov strategiyalari. Bunga biz nima deb misollasak bo'ladi? Shu kartalar, PayMe, yana nima? PayPal, mana Zoom, mana shunaqalar hisob bo'ladi. Krip va hokazo yaxshiroq tushadi. Va ularni kontekstda almashtirish hisoblanadi. Nima uchun strategiya pattern kerak? Nima uchun kerak degan savolga javob beramiz va bu nima uchun kerak o'zi ko'rinib turibdi. Ochiq va yengil, open closet, ya'ni ochiq bizada. Bu juda ham ochiq oydin hammasi, shunaqa tamoyilda ishlaydi. Yangi strategiya qo'shish uchun mavjud kodni o'zgartirish shart bo'lmaydi. Faqat yangi sinf yozsak bas do'stlar. Yangi klass yozsak bas. Ya'ni biz oldingi kodni biz tashlashimiz, qilishimiz shart emas. Single responsibility. Har bir strategiya bo'ydoq, ya'ni bitta mas'uliyatga ega. Ya'ni kod juda ham toza bo'ladi va unit test qilish juda ham oson bo'ladi. Hali test qilayotgan paytlarda uni ko'rib bilasizlar.
ya'ni buni foydalarini va bu test qilish uchun oson bo'lishini va kod juda ham toza va modul bo'lib chiqishi modullar bo'lib chiqadi. Modullar tilida modul bo'lib chiqishini, modullashtirilgan bo'lib chiqishini ko'rasizlar do'stlar. Keyin dinamik o'zgartirish, ya'ni statik ma'lumotlar bo'lmaydi bunda, dinamika bo'ladi polni. Kontekst ishlash vaqtida strategiyani almashtirish mumkin, ya'ni jarayonni almashtirib turamiz. Misol uchun nimadir yoqmagan bo'lsa yoki nimadir noto'g'ri ketib qolgan bo'lsa yoki nimadirda biz adashib ketib qolgan bo'lsak, biz uni yo'l-yo'lakay jarayonni almashtiramiz. Dinamik o'zgartirish imkoniyatimiz bor va bu ham juda ham murakkab tarzda tuzilib chiqiladi. Kod murakkabligini kamaytiradi, ya'ni if else dan qochamiz iloji boricha yoki switch case zanjirini 100 qatorlab switch case yozib o'tirmaymiz va qoida bo'yicha har bir xulq atvor, ya'ni behavior alohida modulli bo'ladi. Test qilish juda ham oson. Men keling yozib chiqamiz shularni. Ya'ni nima dedim birinchi? Hamma narsa ochiq oydin dedim. Ochiq oydin. Keyingisi. Hop, ikkinchisi. Single responsibility. Ya'ni nima degani edi bu? Ya'ni bu o'zi hammasi alohida, ya'ni bo'ydoq bo'lib ishlaydi va har bittasi alohida mas'uliyatga ega dedim. To'g'rimi? Va keyingisi nima dedim? Kod murakkabligini kamaytiradi. Va bizda dinamik ma'lumotlar va o'sha jarayonlar mavjud bo'ladi deb yozib qo'ysak bo'ladi. Mana mana shunday yozib qo'ysak bo'ladi. Oddiy TypeScript kodi bosqichma-bosqich qiladigan bo'lsa shu. Ya'ni keling, misol uchun nima deymiz? Nima desak bo'ladi o'zi? Xo'p. Misol bizda bormi? Misollar. Qanaqa misol keltirsam ekan? Keling, oddiy birinchi yozamiz. Birinchi qadam strategiya interfeysi. Ya'ni strategiya interfeysi bu hamma strategiyalar shu usulni implement qilib oladi. Export, ya'ni keling export deylik. Bu modullarga bo'linadi menimcha. Modullarga bo'linib qilishimiz kerak biz. Agar buni qiladigan bo'lsam, bizda bo'lmay qolishi mumkin. Qo'shimcha kombinatsiyalar, variantlar bo'lishi kerak bizda. Hop. Hozir men videoni pauza qilaman. Men juda ham ko'p misollar tayyorlab qo'yganman sizlarga do'stlar, shuning uchun hozir bu yerda chalkashib ketib qolyapti. Hozir shuni to'g'rilab olaylik. Hop, kelinglar do'stlar, uni biz sizlarga bitta qiziqroq narsa qilib qo'yamiz. Ya'ni strategiya patronda biz aytamiz. Ya'ni strategiya interfeysini yozamiz birinchi va men uni tartibga keltirib oldim. Bu men bo'lib chiqaman-da bu kodlarni anaqadagi bo'limlarga. Va bu adashib ketib qolgan. Va bu men uni anaqa yozaman deb o'yladim. Ya'ni alohida yozaman deb o'yladim. Adashib ketib qolganda chunki, masalan men o'zim adashtirib olmasdim. Lekin hozir adashib ketib qolibdi. Void, misol uchun bizga hech narsa qaytarmaydi bu. Ya'ni bu hamma anaqada oldingi kodda aytdim, hamma interfeyslar, hamma strategiyalar aynan shuni implement qilib oladi bizga. O'ziga bir meros sifatida oladi desa ham bo'ladi do'stlar. Pay bo'ladi, ya'ni pay. Ikkinchisi, bizda nima strategiya turlari? Strategiya turlari. Mana strategiya turlari. Bizda qanaqa strategiyalar bo'lishi mumkin o'zi payment tizimida? Keling, class deymiz. Boshida nima deymiz? PayPal deymiz. Ya'ni o'sha hayotga yaqinroq chiqsa, PayPal strategiya. Mana. PayPal strategiya deymiz mana. PayPal strategiya bu implement qiladi. Nimadan dedim? Payment protsessordan dedim. Xo'p, endi buni nima bo'ladi? Endi bizda konstruktor bo'ladi. Konstruktorda nima bo'ladi? Private email. Ya'ni hamma qana email bo'ladi. Ya'ni email va private password bo'ladi. Passwordni nima qilib yozishimiz mumkin? Password bo'ladi. Hop, password bo'lishi shart. Endi pay o'sha metod. Keling, o'zi yozib beradi, hozir pay deb yozsam. Shuni o'tirishim, mana yozib berdi.
Hop, pay. Endi bizda console log bo'ladi. Mana console log va bizda mana paying amount. Ya'ni mana bu narx bizda using PayPal account this email. Ya'ni mana shu akkauntga bizda ishlatildi degani. Keyingisi xuddi shunaqa, faqat boshqa klass, boshqa maqsad. Ya'ni hop, bu yerda bizda PayPal o'rniga bizda nima qilsak bo'ladi? Kripto qo'ysak bo'ladi. Kripto bo'lgandan keyin email, paying credit card strategy. Hop, bu ham bir xil, bu ham card number, faqat bunda sal boshqacharoq, bizda sal boshqacharoq bu. Bizda keyin shularni masalan kripto demaylik, bundan qolib kredit deylik. Kredit deylik, buni kredit bor. To'g'rimi? Implement oladi bu private card number. Mana bunda endi bizda password bilan mana bo'lmaydi. Dam shuni nuqtachilik card number bo'ladi. Chunki bizda bilasizlar, kredit kartochka bo'ladi-ku, xuddi shu card number shu. Tushundinglar? Card number o'zani shu kredit kartochkamizning raqami. Tushundinglar? Tushuntira oldimmi? Shu narsani biz yozib oldik hozir. Biz endi bayinga mana kredit card, this credit card number deb yozib qo'ysak bo'ladi mana. Kredit karta olmash karta orqali deymiz. Mana shu narx to'landi deb aytib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Tushundinglar? Endi uchinchisi bizda nima bo'ladi? Ikkinchisi xuddi shunaqa tur bo'ldi, strategiya turi bo'ldi. Endi uchinchisiga keldik bizga. Uchinchisi bizda kontekst bo'ladi. Kontekst. Ya'ni bu strategiyani shu yerda biz ishlatamiz, ya'ni usage deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Xo'p, class. Shu shopping cart bor bizda. Yoki payment processor bor. Payment processor. Mana. Payment processor. To'g'rimi? Biz buni oldin olamiz va bunda konstruktor bo'ladi. Konstruktor bo'ladi. Payment to'xtaylar. Payment mana bu bizda strategiya bo'ladi. Endi shunaqa bo'ladi. Strategiya mana. Payment strategy yoki payment context ham bo'ladi. Mana payment context deydi shuni. Payment. Mana shu nomini antepasi bilan bir xil bo'lib qoldi. Shuning uchun men almashtiraman. Context, mana payment context. Xo'p, kelinglar-da, keyingisiga o'tamiz. Payment context va konstruktor bo'ladi bizda. Konstruktor bor, mana konstruktor bor, private deymiz. Private strategy. Mana. Va bu payment processor oladi yana. Yo'q. Payment processor oladi. Payment processor o'z berayotganiga menga o'zi chiqazmayapti. Payment processor oldi o'ziga. Endi nima deymiz? Endi aytamizki set strategy deymiz. Ya'ni bu nimaniki bu? O'zimizning metod. Ya'ni strategy degan ichida anaqasi bo'ladi. Strategy va bu payment processor o'ziga qabul qiladi yana. Mana payment processor o'ziga qabul qiladi va payment processor ya'ni this strategy teng strategy. Ya'ni tushundinglar nima bo'layotganini? Ya'ni bu strategiya xuddi konstruktor vazifasini bajarayotgandek xuddi. Tushundinglar? Ya'ni runtime da almashtirish mumkin bo'ladi shunda. Mana runtime da almashtirish mumkin bo'ladi. Mana. Xo'p, endi keyingisi bizda nima bor edi? Biz bundan olganimiz uchun biz pay degan metodni chaqirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu pay amount number va bu this strategy pay mana va amount bo'ladi. Ya'ni this strategiyada bizda nima bor edi? Bizda ham payment processor bor edi, to'g'rimi? Biz bu pay ichidan pay chaqiramiz. Bu pay o'zimizning metod. Va shuni biza men boya bir 10 sekund, 20 sekund oldin aytdim. Pay deb metod yoza olamiz. Pay metodi borligi uchun shuni yoza olamiz. Men shunda ma'mani nazarda tutgan edim. Buni emas. Tushundinglar? Xo'p. Bo'luvchi bizda mana 100 emas edi bu. 100 ma'lumot ko'plab qo'ysak bo'ladi. 1x
va bu yerda biza endi 4-amalda 103 qilyapmiz. Va buni bundoq qilib qo'yamiz. Yo'q. Mana shu to'g'ri bo'ladi. 103. Xo'p, 103 bizda nima bo'ladi? Endi biz konstimiz, konstanta protsessor. Endi bizda new o'zimizni qaysini chaqiramiz deb o'ylaysizlar endi? Qaysi chaqiramiz? Biz payment strategiyani chaqiramiz. Ya'ni payment strategiya. Chunki bizda asosiy kontekst shu yerda. Strategiyani biz shu yerda asosiy kontekstda oldik. Biz ham tepadagilar hammasi qora ishlayapti hozir. Tushundinglar? Shular bilan. Ya'ni bular shular bilan. To'g'rimi? Shunaqa so'zlar. Xo'p. PayPal strategiya chaqiryapti hozir, to'xtang. Xo'p, bu yerda biz PayPal strategiyani nima qilamiz? Payment strategiya bo'ladi bizda. Payment context bo'ladi-da. Payment context bo'ladi va uni ichiga biz nima berishimiz kerak? Payment processor narsalar ma'lumotlarni berishimiz kerak. Va bu yerda bizda payment processorda nimalar bor edi degan savol bor va bizda payment processorda xo'sh, bizda payment processorda pay bor. Payda bizda mana bundan olganmiz. Bizda bunda xuddi shuni email va password bor boshida. Email va password bor ekan. Xo'p, email user@gmail.com deb mana. Password bizda nima bo'lishi kerak? Password bo'lmasa ham bo'ladi passwordlarga. Nima olib qaraganda? Nega password ham bo'lishi kerak emas? Mana. Lekin bu number bizda, number bada 1 2 3 4 bo'lishi kerak. Javob. To'xtaylik. Hop, bundoq qilishimiz kerak bizga. Xo'sh. Ha, bo'ldi bu yerda. Mana xato bo'ldi. Ha, biz new deb ichiga chaqirishimiz kerak. Ichida chaqirishimiz kerak. Mana shu narsadan chiqib qopti. Yana new deymiz biz. Va endi men PayPal strategiyani chaqiraman. Va endi men userni beraman. User email va endi men passwordni beraman. Bo'ldi do'stlar. Password ham baymayim shu. Ya'ni strategiyani ko'ryapsizlarmi? Strategiya bizda. Ya'ni strategiyaning asosiy mantig'i nima desa, strategiyaning mantig'i xulq atvorlarni obyektdan ajratib, ularni almashtiradigan strategiya ko'rinishida saqlab qo'yish. Nimadir dedim. Va qaranglar. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, biror ishning bajarilishi usuli turlicha bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu yerda hozir qarang. Mana bu yerda payment context biz birlashtirib chiqqanmiz va uni ichiga mana payment processor berib o'rganmiz. Payment processor narsalarini mana bu yerda implement qilganmiz. Shuning uchun biz buni ich chaqiryapmiz. Ya'ni strategiya bunga tengdoqmiz. Tushunasizlar? Va agar hozir bu yerda biror ishning bajarilishi turli xil bo'lishi mumkin. Kodning o'zini biz o'zgartirib tashlamaymiz. Faqat uni usulini, strategiyasini almashtirib natijaga erishyapmiz. Tushundinglar? Hayotiy misol bilan biz oddiy tushuncha berishimiz mumkin. Tasavvur qilinglar, siz pul to'layapsiz. Pul to'laysiz, to'g'rimi? Shu pul to'lashning usullari turlicha bo'ladi. Misol uchun bizda nima bor? PayPal bor, kredit bor, naqd bor, kripto bor. Ish bir xil. Ya'ni hammasi payment kontekstiga kirib ketadi. Hammasi payment kontekst. Mantig'ini tushundinglarmi? Hammasi payment, ya'ni to'lov tizimi. Lekin turi boshqa. Mana shu men kredit qilsam ham bo'ladi. Turi boshqa bo'ladi. Shunda farq bo'ldi. Ish bir xil, turi har xil. Siz to'lov qilishni kodini o'zgartirmasdan faqatgina strategiyani o'zini almashtirasiz. Ya'ni mana bu to'lovni emas, o'rniga marojniyni sotmaysiz, nimadir qilmaysiz, boshqa narsa qilmaysiz. Faqat to'lov hammasi. To'lovga borib taqaladi, to'g'rimi? Qisman. Sababi to'lovga borib taqalishi mumkin, lekin turi o'zgarmaydi. Ya'ni turi o'zgaradi. Turi o'zgarmaydi, yo'l o'zgaradi. Tushundinglar? Strategiya pattern savollarga javob beradigan mantiq nima desa, savolim bir ishni bir necha varianti bo'lsa, ularni qanday boshqaraman degan savol paydo bo'ladi. Ko'p dasturchilarda. Misol uchun bitta ishni nechadir varianti bor. Misol uchun marojniyning turlari bor. Nolli marojniy bor, quyma marojniy bor, yana qanaqa shokoladli marojniy bor. Marojniylarning turlari xil, o'zingizlar bilasizlar. Lekin hammasi nomi bir nima? Marojniy. To'g'rimi? Muzqaymoq.
masalan shuncha muzqaymoq turibdi. Buni men qanaqa boshqaraman? Ya'ni men ularni qanaqa beraman hammaga. Yoki qanaqa qilib men buni taqsimlayman. Qanaqa qilib men bundan foydalana olaman degan narsalar bo'lishi mumkin. Endi foydalanish bitta yo'li faqat yeyish bo'ldi. Lekin yana bor. Misol uchun har bitta strategiyani javobi shu pattern, shu savolga strategiyaning javobi nima bo'ladi? Har bir variantni alohida strategiya sifatida yozib ol deydi. Ya'ni morojniy deb aytadi-da bular. Misol uchun morojniy, to'g'rimi? Nima qilamiz-da? Terevazmanda xato bo'ldi, men ham tinasi yozib ketdi. Hop. Morojniy deymiz, misol uchun. Muzqaymoq deylik. Muzqaymoq, to'g'rimi? Muzqaymoq turlari ko'pmi? Nima munosabat? Nonli, qaymoqli, qaymoqli, sutli, nima yana? Shokoladli, nima yana? Fruktoviymi? Fruktoviy, to'g'rimi? Ketaveradi bu yoq. O'zidan tabiiylarga qarab. Dubayskiymi? Yogurtlimi? Da, yogurtli. Ha, mayli. Ketaveradi. Nonli, qaymoqli, hammasi ketaveradi, to'g'rimi? Xo'p, buni mana endi deydi. Qanaqa qilaman deydi. Nima qilay bitta hozir deydi. Hammasini turini alohida yozib chiq degan javob paydo bo'ladi. Ya'ni hammasini strategiya sifatida yoz. Muzqaymoq deydi. Qanaqa muzqaymoq? Nonlimi, qaymoqlimi, sutlimi, shokoladlimi, qanaqa? Qaymoqli esa qaymoqlini ichidagi nimalar qo'shilishi kerak bo'lsa, misol uchun qaymoqli nima qo'shiladi? Qaymoq tayyorlanadimi? Qaymoq solinadimi? U qotiriladimi? Keyin ichiga nimadir qo'shiladimi? Shu narsalar hammasini qilyapti shu yerda. Tushunyapsizlar? Misol uchun PayPal bizga nima deb cheklab qo'ygan? Gmail kiritsin, pasport kiritsin. Mana kartacha, kartasi kreditchi. Bizda faqatgina nima qilsin? Kart number kiritsin degan bo'ldi. Bizda endi hozir mana bundan xuddi shunaqa yana bitta kopiya qilib olib, buni qo'yadigan bo'lsak, protsessor 2 deymiz buni. O'zgardi, to'g'rimi? Payment kontekst o'zgarmaydi. Bizda strategiya o'zgaradi. Nima bo'ladi? Kart deymiz. Kart story, kart to'g'ri. Kart o'ta kelmayapti. Buni kart emasdir bu. Kredit-ku. Hozir. Kredit strategiya bo'ldi. Bizdan уже nima qotdi? Pasport bizda уже ortiqcha deyapti. Faqat bizda nima kerak? Bizga ya'ni kredit kodimiz kerak. Boshqa narsa kerak emas. Bo'ldi. Bizda уже buni nima qilib yozib qo'ysak bo'ladi. Mana. Mana shunday yozib qo'ysak bo'ladi. Endi kelinglar do'stlar. Mana shu joyda tushundinglar nima qilishini. Endi bizda ikkinchi savol paydo bo'ladi. Kodda if else switch case ko'payib ketmasin deydi. Misol uchun biz buni yozib chiqsak bo'lardimi? Misol uchun agar bizda nolli morojniy bo'lsa, mana amallarni chiqargan. Agar qaymoqli bo'lsa, bu chiqargan. Sutli bo'lsa, bu chiqargan. Shokoladli bo'lsa, bu chiqargan. Fruktoviy bo'lsa, bu, yogurtli, bu hammasini chiqarish uchun bizga qancha vaqt kerak? Anchami? Bo'ldi, bu narsani уже problema darajasiga yetdi bu уже. Bo'ldi, уже buni biz problema darajasiga yetgan ekan, buni hal qilish kerak. Tushundinglar? Endi yana keyingi savol paydo bo'ladi. Algoritmni ish vaqtida almashtira olsam bo'ladimi degan savol paydo bo'ladi. Ya'ni almashtira olamanmi deydi. If else almashtira olamizmi? Yo'q. Bundan almashtira olamizmi? Albatta ha. Ya'ni mana bundan biz boshqacha qilishimiz mumkin. Ya'ni strategiyani o'zgartirib olishimiz mumkin. Va mana bu ichidagi qiymatlarni o'zgartirib olishimiz mumkin. Tushundinglar? Shu do'stlar. Tushundinglar degan umiddaman. Juda ham maydalab tushuntirdim hozir. Hammasini shokoladli morojniylarga tushuntirib berdim даже. Xo'p. Endi kelinglar, mayli, unaqa chalg'imaymiz. Endi biz oxirgacha ekranga qo'yishimiz kerak. Biz juda vaqtimiz bo'lib qoldi do'stlar. Endi men aytamanki, protsessor 1dan deymi? Protsessor 1dan. Biz nima metod bor edi? Pay bormi? Paydan biz nima $50 tashladik. PayPal bilan to'lov qildik, ya'ni biz PayPal bilan to'lov qildik. Mana PayPal bilan to'lov qildik. Va keyingisi protsessorni buni olib kelib olgan bo'lsa, endi biz keyingisida nima qilamiz? Protsessor deymiz. Protsessor 2 da 100. Endi kredit karta bilan to'lov qildik. Xo'p, do'stlar, endi kelinglar, ishlatib ko'ramiz. Ya'ni biz nima deymiz? CD pattern mana TS va node
nima bo'ladi? Strategi bo'ladi. Sizda ishlamay qolyaptimi? Strategi. Mana bo'ldi do'stlar. Paying $50, 50 using PayPal account. Mana account dan nima bo'ldi? Ya'ni mana shu akkauntdan to'landi degani. Paying using credit card, mana shu karta orqali to'landi degan narsa tushadi. Tushundinglar do'stlar, bu juda ham katta tizim do'stlar. Bu juda ham katta bir mehnat desa ham bo'ladi desam. Xo'p, mamki bundoq qilib biz mana buni qo'yib qo'yishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni chiroyli format bo'lishi uchun. Keling endi boshqa yana ishlatib o'zimizni ishimizni yana mahsuldorligini ko'ramiz va shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga ketadi. Mana $50 bizda to'lov bo'ldi deb yozib qo'ydik. Ko'rdinglar? Shunaqa qilib biz yozib qo'yishimiz mumkin. Hop. Bo'ldi. Shu bizda darsning so'nggisi edi do'stlar va bu sizlarga strategiya tushunarli deb bo'ldi. Umid qilaman. Assalomu alaykum.